Assalomu alaykum hammaga. Hozir sizlar bilan Mospetda ro'yxatdan o'tishni ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib Mospetga kirib olamiz. Kirganimizdan so'ng ro'yxatdan o'tish va kirish chiqadi. Bu ro'yxatdan o'tishni bosamiz biz. Keyin bu qaysi adin klikda bor, keyin telefon raqami orqali, elektron pochta, ijtimoiy tarmoqlar eng ostani bir boshidan, ya'ni adin klikda bosamiz. Va qaysi davlatda bo'lsangiz, o'sha joyda lokatsiyasini so'rayapti. Qaysi davlat? Biz hozir O'zbekistondamiz. O'zbekistonni bosamiz. Adin Expert'da qanaqa so'mda o'ynaysiz? Masalan, tojik so'mi bor, hamma so'mlar bor. Biz ya'ni O'zbekiston so'mida o'ynaymiz. Keyin promokodga deyapti. Bunga bonus beradi. Promokodga hozirgi 2025-yilgi yangi promokod 100% ishlaydi. DM701. Bu promokod nima qilib beradi desangiz, mana bu yerda 30 million so'mgacha bonus beradi kazinoda. Sport o'yinlarida ham xuddi shunday. Birinchi depozit uchun 125% sizga beradi. Ya'ni 1 million pul to'ldirsangiz 1 million 250 ming so'm sizga bonus beradi. Bu birinchi depozit uchun, hammasi birinchi depozit uchun beradi. Kattaroq summa, qancha katta summa tiksangiz, shuncha ko'proq sizga bonus beradi. Keyin qo'llashni bosamiz. Mana promokod o'tdi, ishlayapti. Keyin ro'yxatdan o'tishni bosamiz. Biz ko'proq kazinomiz, shuning uchun kazinoni belgiladim hozir. Keyin login parolingiz mana shu narsalar deyapti. Keyin bu yerga telefon raqamni yozamiz. Bajarishni bosamiz va bu narsani skrinshot qilib olamiz. Akkauntdan chiqib ketsak ham, masalan, boshqa baytam shu login va shu parol bilan kiramiz. Keyin davom etishni bosamiz. Hisob to'ldirishga ham mana Humotiskor. Mana bu yerda ham bonus aytyapti. Mana bular tanlanmayapti, chunki biz promokod to'ldirdik. Bular o'zlariniki, ya'ni ishlamasligi ham mumkin. 100% garantiya bermaydi sizlarga. Mana bularda qancha puldan tikish mumkin. Mana Humotiskordan eng minimali 100 ming. Humo Premiumda 125.600 minggacha, Visa kartada 60.300 minggacha, Humo 24/7da 125.600 minggacha, Bitcoin bu shunaqa narsalardan ham pul o'tkazsangiz bo'ladi bunga. Bizga hozir bu kerak emas. Keyin biz bu yerga bo'lgandan keyin shunday kazinoning ustiga bosamiz va mana bu ID raqam turibdi-ku tepada. Mana bu so'mda yonboshida. O'sha yerga bosamiz bitta. Keyin mana bizlarga chiqardi mana shu nickname. Bizlarga bu narsalar muhim emas, keraksiz narsalar va shaxsiy ma'lumotlar degan joy bor. Mana bu oxiri chiqishda oldida. Shunga bosamiz. Va bu yerga telefon raqamingizni yozasiz. Telefon raqami yozasiz, masalan 555 90lik 555 55 55. Bosamiz. Keyin mana bu nomer yo'q deyapti. Zavish operatsiya deyapti. Bu nomer ro'yxatdan o'tgan deyapti. Ro'yxatdan o'tmagan nomerni yozamiz. Yoki email ulasangiz ham bo'ladi o'rniga. Emailga telefon raqami ulashda kod bor, shu kodni terasiz, tasdiqlashni bosasiz, tamom. Keyin bu yerga familiyangiz, ismingiz, jinsingiz, ayol kishi yoki erkak kishi. Keyin shahar, nickname, bu kerak emas, tug'ilgan sana va hujjat raqami. Shularni bosamiz va saqlashni bosamiz. Bo'ldi, tamom. Mana shu narsani to'ldirsalaringiz. Mana shu narsani to'ldirsangiz tamom. Hamma narsa bo'ldi. Keyin bemalol mana bu joydan to'ldirish degan joyingizdan xohlaganingizcha pul o'tkazib, bemalol o'ynab ko'tarsangiz bo'ladi. Mana bonuslar degan joyga o'tsangiz, mana DM701 promokod orqali mana bonus beradi sizlarga. Ikkinchi depozitdan keyin bular ochiladi. Uchinchi depozitdan keyin bular shunday ochilib ketaveradi. Qancha ko'p depozit qilib, qancha ko'p tutsangiz, shuncha sizga bonus ko'proq beradi. Mana buni o'ynashni bosamiz, hisob to'ldirish so'raydi. Hisob to'ldirgandan so'ng mana shu promokod orqali berilgan bu bonuslar sizlarga mana 125% 250 ta sizlarga kupon beradi. Eng kam minimal summa to'ldirishda 125 ming to'ldirsangiz, sizlarga bonus yana ham 150% bonus qo'shib berar ekan. Mana shunaqa akalar, opalar. Yana kimga nima xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol kommentga yozsangiz chiqarib beraman. Aytgancha, Adin Expertda
yoki Mostbet qayerdan skachat qilish mumkin desalaringiz, mana Telegramga kiramiz. Kirganimizdan so'ng bu yerga kichkinada Doni pastdan chiziqcha 1xbet deb yozamiz. Mana birinchida chiqqan kanal. Shunga kiramiz. Kirgandan so'ng mana Mostbetda APK varianti bor. Samsungdagilar uchun, iPhone'dagilarda App Store'da skachat qilsa bo'ladi bemalol. Linebetniki bor, 1xbetniki bor. Xohlaganlaringiz skachat qilib bemalol o'ynasangiz bo'ladi. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar.